Siz ikkinchi sanada tug'ilganmisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Siz ruhoniy arxetipiga kirasiz. Sizning karmik vazifalaringiz quyidagilardan iborat. Ilohiy energiyani saqlab, uni holatingiz va so'zlaringiz orqali boshqalarga uzatish, idishiga aylanish, ma'lumot to'plash va uni yetkazish, so'zlarda halol bo'lish, manbalarni tekshirish, odamlar bilan chuqur ishonchli aloqalar o'rnatish, hissiy sovuqlikni yo'qotish, intuitsiyani rivojlantirish, energiya bilan ishlashni o'rganish, o'z faoliyatingizdan meva yaratish, ya'ni farzandlar, shogirdlar, asarlar yozish, shunchaki to'plash emas, yozish, yaratish, dunyoqarashni yaxshi va yomon deb ajratishni to'xtatish, borliqning yaxlitligini anglash, bir butun bo'lish. Bu arxetip insonlari shifo va ma'lumot energiyasini olib yuruvchilar hisoblanadi. Ikkinchi sana vakillari, sizning minus taraflaringizni bilasizmi? Agar minus taraflaringizni bilib, uni ustida ishlasangiz, hayotingiz juda chiroyli tomonga o'zgaradi. Minus taraflaringiz haqida to'liq ma'lumot meni Telegram kanalimda. Telegram kanal linki описаниеda qoldirilgan. Agar linkini topa olmasangiz, direktdan orzu so'zini yozib qoldiring. Keyingi sana nechi bo'lishini xohlaysiz?